Bismillahirrahmanirrahim. Rashidov bilan uchrashuv bo'lgan voqea. Bundan chamasi 15 yillar avval tumanimiz markazidagi gazeta va jurnallar sotiladigan kioskaga Bekajon gazetasini doimo o'qib boraman. Sotib olish uchun borgandim. Bekajon sotilib bo'lganini sotuvchidan eshitib, afsuslanib ortga burilayotganimda u "Mana bu gazetani ola qoling" deya Faravon yurt deb nomlangan gazetani uzatdi. Oldim. Bir qurur nazar tashladim. Uyga qaytib, rejamdagi ro'zg'or ishlarini bajargach, gazetani diqqat bilan o'qib boshladim. Sobiq tuzum davrida Xorazm viloyatining Shovot tumanida qurilgan konserva zavodi haqidagi maqola e'tiborimni tortdi. Ayniqsa, taniqli yozuvchi davlat arbobi Sharof Rashidov haqidagi jumlalarni o'qigach, 64 yoshimdan 19 yoshlik paytimga qaytganday bo'ldim. Juda hayajonlanib ketdim. Hayajonlanganligimga sabab bo'lgan voqea esimga tushdi. Hozirda taqdir taqozosi bilan Urganch tumanidagi Chatko'pir qishlog'ida yashab kelyapman. 1971-yilning ayni paxta yig'im terimi avj olgan kunlarning birida men soddagina qishloq yigiti, oddiy traktorchi, o'sha davrning kattakon rahbari Sharof ota Rashidov bilan qo'l berib salomlashganman. Shu vaqtlarda hamkasbim Davlat bilan Gurlan tumanidagi Guliston jamoat xo'jaligining birinchi paxtachilik brigadasi dalasida paxta terish mashinalarimizni haydab yurgandik. Brigada boshlig'i Rajabboy ag'a Elmurodov bilan mexanik Jumovoy aka Mataqullar mototsiklda kelishib, hech narsaga chalg'imasdan g'ayrat bilan ishlanglar. Hozir bu yerlarga katta yoshullar kelishib kutilyapti. Yana ishlaringizdan nuqson topishib, hammamiz sharmanda bo'lmaylik. Mahkam turinglar deyishdi va mototsikllarni haydab jo'nab ketishdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay dala adog'idagi yo'ldan biz tomonga kelishayotgan yengil mashinalarga ko'zimiz tushgach, holatim o'zgarib, nima qilishni bilmay qoldim. Mashinani to'xtatib, yolg'ondakam u yer bu yerni ko'zdan kechirsammikin degan fikrga ham borganim rost. Lekin bunday qilishga vijdonim yo'l qo'ymadi. Mashina quvvatini pasaytirib boshqarib kelayotib, egatdan chetiga chiqayotganimda kattaroq yoshullardan biri menga qarab qo'lini ko'tarib to'xta ishorasini qildi. Minib olgan mashinasidan vazminlik bilan tushib, men tomonga kelayotgan kishiga peshvoz chiqish uchun mashinadan yerga tushdim. Ertalab aylanib ishlaydigan paxta terish uskunasini maylaganimda qo'llarimga yuqib qolgan qora moy dog'larini qancha yashirishga ulgurmayin, u kishi kelib menga salomlashish uchun qo'lini uzatdi. Ana shu vaqtda juda ham dovdirab qoldim. Bu insonni bizlar faqat televizorda, rasmini esa gazeta jurnallarda ko'rganmiz xolos. Hozir esa shu insonni o'zi yonginamda turibdi. Hayajonimni bosishga o'zimda kuch topa olmadim. Yana kimni deng? O'zbekiston Respublikasi birinchi kotibi Sharof Rashidovni-da. Ko'zlarimga ishonmayman. G'oliblar va Qudratli to'lqin asarlarini o'qiganman. Shunday inson bilan yonma-yon turish aqlim ham shoshib qoldi. So'ngra boshqa rahbarlar ham bizlar tomonga kela boshladilar. Sharof Rashidov menga qarab ancha bosiqlik va muloyimlik bilan "Qani o'g'lim, mashinani paxta terish uskunalarini to'liq quvvat bilan ishlatginchi, ko'rmoqchiman" dedilar. Aytganiday qildim. Uskunalarni ishlatishga e'tiroz bildirmadi. Mashina ovozi pasaygach, "Xo'p, mayli, endi siz egatlardan dala chetiga yo'lga chiqayotganingizda ham, yo'ldan qaytib egatlarga kirayotganingizda ham mashina quvvatini pasaytirmang, xo'pmi? Shunday qilsangiz paxta tolalari yerga to'kilmaydi", dedi yana avvalgidek yoqimli muomala bilan. "Xo'p", dedim. "Necha yoshdasiz?" 19 da.
Mayli, 19 yoshlik pahlavon o'g'lim. Sizga sog'lik, omonlik, ishingizga baraka va muvaffaqiyatlar tilayman. Ishingizga boravering dedilar yana o'sha ohangda. Men mashinaga to'la quvvat berdim-da, ishimda davom etaverdim. Ular yana ancha vaqtgacha paxta dalasida suhbatlashib turdilar. Yurt otaxoni, ya'ni mamlakat kattasi vaqti soati kelib sen bilan suhbatlashadi deb birov aytsa, umuman ishonmasdim. Katta rahbarlar ham bizlardek oddiy odamlar bilan suhbatlashar ekanda deya quvonchim ichimga sig'masdi go'yo. Kenqur jo'ralarimga goh-gohida Sharaf ota bilan qo'l berib salomlashganim, suhbatlashganimni maqtanib ham qo'yardim. Keksa otaxonlarimiz yurt g'amini yeydigan adolatli rahbarlar qalbiga Allohning nuri tushgan bo'ladi degan gapni ko'p takrorlashadi. Haqiqatdan ham Sharof Rashidov yuz ko'zlaridan mehr nuri yog'ilib turadigan odamlar bilan xushmuomalali, o'z yurtiga g'amxo'r va mehrli, adolatli rahbar edilar. Joylari jannatda bo'lsin.